Bilasizmi, Qur'on va roza egasiga shafaat qiladi qiyomat kuni. Bu to'g'risida hadis kelgan. Abdulloh ibn Amr roziyallohu anhu rivoyat qilgan hadisda payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam dedilar: "As-siyam wal Qur'an yashfa'ani lil-'abdi yaqulu as-siyam ay Rabb inni mana'tuhu at-ta'ama wash-shahawati bin-nahari fashaffi'ni fihi wa yaqulu al-Qur'an mana'tuhu an-nawma bil-layli fashaffi'ni fihi fayashfa'an." Roza va Qur'on bandaga shafaat qiladi. Roza aytadi: "Ey Robbim, men uni kunduzi taom va shahvatlaridan to'sib qo'ydim. Bas unga shafaatimni ravo ko'r." Qur'on esa aytadi: "Men uni kechasi uyqudan to'sib qo'ydim. Bas unga shafaatimni ravo ko'r." Shunda ular ikkalasi shafaat qiladi. Imom Ahmad rivoyat qilgan va bu hadis sahihdir. Demak, ro'zamizni mukammal yaxshi tutishga harakat qilaylik va ko'p-ko'p Qur'on o'qiylik, birodarlar.